Ha, Dilshod ham o'zi universalniy mutaxassislar. O'shaning uchun ham mana oddiy diskni to'g'irladilar. Men alyumin diskani to'g'irlab mijozlarga berib yubordilar. Endi mana hozir slang zajim qiladilar. Buni mana nasatkalari bor, o'sha 6 dan boshlab to 51 gacha. Men Dilshod aka, Dilshod ham mana tushuntirib o'tadi. 6 dan deyilgan, lekin biz to'rtlik shlankani ham siqib berdik bunda. Ozgina ishladik, lekin to'rtlik o'zi 6 dan bu yoqda 51 gacha. 6 dan 51 gacha hisoblanadi. Har xil diametrda Har xil diametr. O'sha высокий давление shlangalada. Ichi trosli, trosli bo'lishi kerak. Yo'da karcher shlanka, yana nima? Eng oddiylar karcher, yana har xil texnikani shlankalar zavodlar. Ekskavator, zavodlarniki, o'sha rukava, o'sha высокое давление deyishadi. Mana shlangamiz bor. Bu zapravka, metan zapravkalarga ham yasab beramiz. Metan zapravkaniki bu o'zi. Yo'da har xil mana shu mana rossiyskiy shlangalarda mana bu nima qalin Xitoyniki. Rossiyskiy emas, bu Yevropa, Italiya gidrokomponent bu. Buni anaqalari qo'ylig'idan keladi. Zo'r shlanga sifati. Endi bu yoqda 10 xil nasotkasi bor. Qoliplari, qolip deydi, o'sha siqadigan qoliplari shlangani diametriga qarab, 1 qavat, 2 qavat, 4 qavat shunga diametri almashtirilaveradi. Keyin bu yoqda mana busi o'sha nima deydilar o'zbekchada, mana shu nima deydi buni? Nastroyka qiladigan. Nastroyka qiladi. Endi o'sha shlangga qarab buni nastroyka qilingandan keyin qancha bossangiz ham o'zi signal beradi, o'tib ketmaydi, ko'p siqib yubormaydi. Ko'p siqib yubormaydi, to'xtaydi, bo'ldi. To'xtaydi. Ko'p buni qo'lda ruchnoy ishlatsa ham bo'ladi, avtomat holatda ham ishlatsa bo'ladi. Ikki xil anaqasi bor. Ruchnoy avtomat edi, qo'shiladi, pedalda boshqariladi. Pedali bor. Mana pedalda boshqariladi, oldiga, orqaga. Avtomat bossangiz, bittasini bossangiz ochiladi, bittasini bossangiz yopiladi. Avtomatga qo'yilgandan keyin, avtomat qo'yilgan bitta pusk beriladi, oldiga bo'ldi. O'zi kelgandan keyin mana bu start beradi. Keladi, o'sha oldiga keldimi, siqib bo'ldimi, avtomatik orqa qaytib ketadi, bo'ldi. Qaytib ketadi, o'zi to'xtaydi. Ushlangan qatdan chiqasiz, endi men hammasini ko'rsatib o'tasizlar hozir. Hozir bitta mijozimiz kelgan, o'shalarga hozir 51 ishlangani siqib ko'rsatamiz. Endi hozir buni 19 turibdi, 8 lik 10 lik ishlankaniga biz hozir buni endi almashtiramiz. Bo'ldi, hozir mana shu almashtirishlarni ko'rsatib o'tayman. Dilshod aka, ko'p savollar tug'iladi o'zi mijozlarimizdan. O'zi apparat olib ketishadi, keyin so'rashadi, qanaqa ishlatadi, nima bo'ladi, qanaqa ishlash kerak. 51 ishlangan 63 mana yozilgan bu yoqda. O'zi yozilganda, mana bu o'zi tablitsasi bor-da, tablitsasi bor. Mana bunga ham yozilgan. Har bitta o'sha qolipiga yozilgan, tanlab qilinaveradi bu. Mana shu eng kattasi 51. Bundan kattasi bo'lmaydi. Mana shuni hozir olib tashlaymizda. Yo'qdaysiz, ha? Mana pedalda ko'rsatyapman, pedalda. Buni ochib oldingiz, birinchi. Ochib oldik. Endi buni mana bularni almashtiramiz. O'chirib qo'yib. O'sha lipistoklarni deydimi? Ha. Mana bular almashadi. Bu yoqqa qo'yamiz. Mana bulari hammasida 8 tadan bo'ladi. 6 likda 6 51 mana shu hamma 8 donadan bo'ladi. Bu yerda raqamlari bor, masalan. 1. Mana ketdi 1. 1 ga 1, 2 ga 2 qo'yiladi. Mana 2. Bu necha ekan? Bu 8 ekan. Mana 8 ga qo'yiladi. Bu necha ekan? O'zi hammasi yozib qo'ygan ekanda. Yozilgan. 4. Necha ekan bu? 5. Buni joy almashib qo'ysa yomon siqadim, yaxshi siqadim, unisini hali tajriba qilib ko'rmadik, bilmaymiz, lekin joy-joyiga qo'yamiz. 6 ni 6 ga, 5 ni 5 ga. Mana 3. O zavodskiy nastroykasi bo'lsa kerak-da, Dilshod aka, o'shanchdan. Balkim yozib qo'ygan shu. Yozib qo'ygan. Mana qoliplarni o'rnatdik anaqalarini. Endi buni moylanadi mana bu yer, yaxshi ishlash uchun. Endi har doim ham emas. Bir kunda bir marta moylasa bo'ladi. Oddiy moydan-da, to'g'rimi? Oddiy moy. Anaqa inomarka moy. Universal moy. Bo'laveradi, universal ham bo'ladi. Hozir oldiga kelyapti, endi shlankani olib kelamiz. Shlankani. Mana shlangan siqishdan oldin, mana zajim qilishdan oldin birinchi tozalab olish kerak. Bu apparat ham bor bizda mavjud. O'sha qanaqa ishlashini ko'rsatib o'tasiz hozir.
Buni hozir bu nechilikda 12 shlankani turibdi. Bu yoqda buni olib tashlaymiz. Kimdir buni ruchnoy qiladi, to'g'rimi? Ha, ruchnoy. Dishondagi hammada ham yo'qdi bu narsa buni. Dishondagi hamda bormi? Buni keyin 51 dekini qo'ydik hozir kattasini. Yo'qda endi har xili bor. O'sha 6 lik shlankadan eng kattasi 51. Endi mana buni uchun nima qilish kerak yordam berishsin. Mana bunday tiqiladi bu. Pichog'i. Pichoq qotgandan keyin o'zi mana buni mana ushlab turibdi, likilib bo'lmasin. Mana bu yerdan nima qilinadi? Mana bu ustini ishlab beradi. Kuch yetmayaptimi? Endi yaxshi. Mana shu holatga keltirib beradi. Bu yaxshi press bo'lish uchun. Sifatga yaxshi bo'ladi, press yaxshi bo'ladi, zajim yaxshi bo'ladi o'shanda. Shu tak buni mana buni shlankaga tiqib olamiz. Yo oldin buni tiqib olaylik. Keyin mana bunday boshlab qo'yib qo'y. Ichidan tiqadi mana. Bu tomonni 30 olamiz. Stakan qo'yiladi, ana bu nima qilinadi? O'sha saydi qo'shimchasi. Boshlaydi. Sekin pedalni bosyapti nima? Yo'q, pedal bosyapti. Настройка qilib sekin pedalni bosyapti. Mana. Buni bosimi 500 ton. Mana shu bitta bosganda 500 tonnagacha bosadi. Aldimi? Gidravlikasi. 500 ton emas. Mana pashti press bo'ldi. Yana bir buni boshqatdan siqib olamiz yana. Hozir men endi ana qo'ymadim, mana nasolika qilmadim, o'zim anaqam bilan qilyapman. Chama-chamada. Mana signal berdi mana. O'sha signal bergandan keyin boshqa siqmaydi bu. Mana. Shu настройка qilib olsangiz oldindan, to'g'rimi? Signal beradi. Bo'ldi. Shu mana siqilishlari o'zi zo'r siqildi mana. Agar buni avtomatga qo'yadigan bo'lsak, mana avtomatga qo'yadigan bo'lsak, bu mana bosiladi bitta. Bo'ldi mana. Pedal bosilgan yo'q. Pedal bosilgan. Kelib turib, o'z qaytib ketadi. Ikkita rejimi bor ekanda, buni avtomatiskiy pol avtomat. Bo'ldi mana. Hozir endi buni bosib qo'ysak, bo'ldi, o'zi kelaveradi. Pedal bosganmi, hech narsa bosgan yo'q. Keladi, o'zi qaytib ketadi orqaga. Endi buni bu yoqqa olib chiqasiz. Tortamiz endi. Yo'q, yarim tort. Yo'q, kerak menga. Mustahkam ushla buni. Qani? To'g'ri. Og'irlik qilyapti shu ham. Yo'q. Ana shunday tur. Sen ko'p kuchanmadi? Mana mana shlangani burovi uстановkani shlanga ekan. Men ularni hozir ana
Ha, tayyor. Bo'ldi, xudo xolisa. Boshqa joy uzilib ketsa lekin men uzilmaydi, xudo xolisa. Bu akalar keldi. Teshilgan shlanga, davleniyada qanaqa davleniya ishlangan, biz hozir kesib tashladik-da, buni ulab berdik bir-biriga. Bu arzon varianti bu. Bo'lmasa polnishka ana shlanga almashtirish kerak. Qimmatga tushib ketadi. Agarda sizlarga ham mana shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Sergeli Moshina bozor 77-do'kon yoki mashina nomeriga telefon qilsanglar, sizlarga batafsil ma'lumot beramiz.